hayot yaxshi insonlarga, maqsadiga intilayotgan, yaxshilikka harakat qilayotgan odamlarga yordam beradigan odamlarga boy. Bunaqa konsert hech kim qilmagan, qilmaydi ham u kamida bir yana 5-10 yil ichida. Ona qarang odamlar cho'lib, qanotlari yo'q. Reper topishim kerak edi. Kim? Albatta Konstani topib, Konstaga taklif qilganman. Umuman afsuslanmayman, chunki zo'r bo'lgan. Sharifjonni hurmat qilaman, chunki oddiy bir gulistonli bola. Asra dunyo yomonda, bo'l yonimda sevgilim. Ko'zim ochsam azonda. Qanchalik og'ir yulib tashash o'zimni qo'limda o'sgan bugun. Qanchalik og'ir kulib yashash sevimli insonda og'ritib dilni. Konsta bu fenomenal ijod qildi. Qayerda bo'lsam-da musofir yo talaba. Men O'zbekistonliman, qonimda g'alaba. Hech kim eshitmagan paytda ham ayam qo'llab quvvatlaganlar. Sen yolg'izmassan, orzuing bor sen. Bekorchimassan, o'z mavzuing bor sen. Aniq maqsad va makoning bor sen. Harakat qilsang olov kabi qoning bor sen. Mana bugun uzoq kutilgan kun, o'sha kun keldi. Hissiyotlar qanaqa? Bugun sizni barcha muxlislar, butun Humoryani kutyapti. Hissiyotlar zo'r, Xudoga shukr. Tayyorgarlik zo'r. Hozir men chiqish oldida qizib oldim, razminka qilib oldim. Sizlar bilan gaplashib bo'lib, yana qolganini qilamiz, chiqamiz. Va nimalar tayyorlab qo'ygansiz muxlislaringiz uchun? Nechta qo'shiq jamlangan? 40 ta. 40 ta? 35-40 ta. Uzoq yil ijod bo'lgandan keyin bo'laveradi-da, bittasi u 13-yil ashulla bordi. Esingdami? Shuni aytmaysanmi deydi. Shuning uchun biz kesib, ya'ni butun ashula emas, bu yerda 4 ta ashula bitta bo'lgan joyi bor. Mashaplar qilib, baribir hammasini iloji boricha sig'dirishga harakat qildik. Lekin baribir yozishadi. Mana shu ashulani aytmadi deb. Bugun hamma duetdoshlaringiz keladimi? Yo'q. Va oxirgi Sevara Nazarxon bilan bo'lgan duet haqida iltimos. Qanday yaraldi bu? Sevara Nazarxon bo'ladilar. Duetdoshlarimizdan Shokir Shetda, Timur Shetda, Munisa keladi. Dilnoz bilan Lola bo'lmaydi. Bot. Sevara Nazarxon bilan duetimiz qanday yaraldi? Biz uzoq vaqt duet yozamiz deb niyat qilib yurdik. Men o'zim anchadan beri taklif qilib yuraman. Oxiri tanishdik. Xohish paydo bo'ldi. Va yozdik. Bir nechta variantlar qildik. Ular o'zlari shu ashulani tanladilar. Bizda 3-4 ta ashula variant bor edi. Keling. Kechib keldingiz. 3-4 ta variant ashulalar qildik. 3-4 ta ashulalar yozdik. Ular mana shuni tanladilar. Ular mana shuni chiqishiga sababchi bo'ldilar. Shuni chiqardik. Va yana nima uchun faqatgina bir kun? Yana qo'shishingiz mumkin edi muxlislaringiz, sababi juda ham ko'p. Nima? 500 ta bilet qolib ketgan. Qatta, rostdan ko'p. Eli qolmaganmi? Kim ko'radi? Playmaker tugabdimi yo'q? Oxirida oladi bizda. Har doim oxirida kelib oladi. Biz shuning uchun hech qanaqa masalan tashqariga chiqarmadik. Oldindan olib yukistadan bukistaga qo'yib turish odatlari qilmadik. Srazu anu qildik. Turgancha turaversin, ketgancha ketadi dedik. Kuchimiz yetgancha. Bu даже to'liq emas. Biz 3-etaj olmaganmiz, ya'ni eng tepani. 500 ta qolibdimi? O't. Yomondan bir qochiq deganda. Mana shu vatan konsert turida viloyatlarda ko'plab sinovlarga uchradingiz. Xo'p, bugun qiyinchiliklar bo'lmadimi? Mana shu katta konsertga tayyorlanishga. Birinchidan vatan konsert turida jamoamiz ancha mustahkamlashdi. Sinovlarni ko'rdik, ancha narsaga tayyor bo'ldik. Va Toshkentdagi konsertimizda bundan tashqari bizga MOK jamoasi yordam beryapti. Hamkorimiz Yoshlar ishlari agentligi Toshkentda ham, masalan, o'zlari ham Toshkentda bo'lgani uchun yana ham ta'sir undan ham yaxshiroq bo'lyapti, osonroq bityapti ancha narsalar. Men ko'rib turganingizdek, mana kayfiyat ham ancha yaxshiroq. Bu birinchi marta shunaqa kayfiyat bilan konsertga chiqishim. Umid qilamanki, sahnaga chiqqunimcha bu kayfiyat qoladi. Bu safar sahna ishlash bo'yicha yangilik bor. Buni bu shaxsan meni o'zim initsiativam emas, bu hamkorlarimiz MOK taklifi. MOK jamoasining taklifi, ular sababli mana shunaqa syurpriz bor, lekin men bular syurprizlar orqali chiqishni yoqtirmayman. Va nechta premyera bor? Premyera yo'q. 3 ta konsertgacha chiqdi. Konsertgacha chiqdi. Xayrli tong, tun asragim meni 3 ta ashula chiqdi.
insonlar, chiroqlarni ozgina qo'shaylik, ko'rib olaylik insonlar. Shu yerdamisizlar? İnsonlarga yorug' tushiraylik, ko'raylik bir. Qani shu yerdamisizlar? Xo'p. Kayfiyatda qalay? Mo'jiza, bu mo'jiza. Ajoyib. Ona qarang, ona qarang. Qanotari yo'q, qanotari yo'q. Hududlari mahkam sho'lar. Ona qarang, odamlar sho'lar. Ona qarang, odamlar sho'lar. Hamida men ham yetsam ularga. Ona qarang, yaqinda qo'shni bo'lib. Yerlardan uchib ketsa bo'larkan. Ona qarang, odamlar sho'lar. Qanotari yo'q, qanotari yo'q. Hududlari mahkam sho'lar. Ona qarang, odamlar sho'lar. Ona qarang, odamlar sho'lar. Ona qarang, o'tib ketdi ularga. Ammo menga o'xshagan bolalar. Ularga menga o'xshab o'tsa bo'larkan. So'zda tanish o'zimga o'xshaganlar. Har bitta shansni mahkam ushlaganlarga. Oilada do'stlar bilan ko'rishmaganlarga. Qiziqib emas majbur ishlaganlarga. Kimga bayramida tushgan yangi akasidan keyin kelganlarga. Oldin ishlab oqlab yeganlarga. Boshga ishonib chedab kelganlarga. Bizga baxt uchun ko'p narsa kerak emas edi. Boboni tutar hayali kelmas edi. Hayot titanik bo'lsa ko'zchilar kelmas edi. Bayramlar ko'p bilan yurib bu ko'chada hech kim politsiyaga kelmas edi. Ota-onalarda ham ma'lumot olmas edi. Shu sababdan ular bolalarim o'qisin dedi. Bizda bo'lmagan hayot ularda bo'lsin dedi. Hamma narsamizni tek o'qishga endi boshlagandi. 16 yosh bo'lganimda ko'zim to'la yosh bo'lgan. Ishon hali oqlanadi barchaga yo'qotilgan yillar soni. Tayyormisizlar? O'zingga ishonmasang orzularing ushalmaydi. O'zingga o'zing ishonmasang hech kim ishonmaydi. Xohlasang ucha olasan. O'zing ko'taril yulduzlar oldingga tusholmaydi. Bilaman nahvoro vaqt men ham o'tganman ko'changda. Men ham jonimga tekkan devona yutganman ko'changda. Nima ham o'z beradi lekin qarab. Men kurashaman oxirigacha bo'y tutganman ko'changda. Kimsan, qaysi, makon, tomon. O'zing qayerdasan, anga qo'rdan bor. Agar hammasi bo'lsa yomon. Dunyoni o'zga boshlab chiqmoqdan. Gapni chekki yo'q, xohlasan shu yerda qol bo'mona bor. Lekin yurganiki yo'q, dunyoda haqiqiy bu holat tor senga birga. Sen yozmasan, o'zing borsan. Yozmasan, o'zing borsan. Aqmasan, o'zing borsan. Harakatsan, o'zing borsan. Sen yozmasan, o'zing borsan. Yozmasan, o'zing borsan. Aqmasan, o'zing borsan. Harakatsan, o'zing borsan. Menimcha bugun energetik shar chiqadilar. Shundoq sahnaga chiqib, butun haligi dunyoga tanitadilar bizani o'zbek tilida aytilgan replarimizni va bunga Sharif akamlarga shu konsertga o'z insonlar turiga ham kattakon minnatdorchilik bildiramiz. Ofitsial qilib aytganda, lekin bugun bomba bo'ladi. Ishoning, menimcha hali bunaqa konsert hech kim qilmagan. Qilmaydi ham u bir kamida bir yana 5-10 yil ichida. Atmosfera bo'yicha va energiya bo'yicha. Chunki nima deydi, bir xillarni fanati bor sodda, bir xillarni fanati bor qattiq bo'ladi joyi takdali. Bu yerda insonlar uchun, insoncha konsert uchun deysiz, o'sha vatan deb nomlangan o'zidan o'zi emas va har bitta inson bu yerda maksimal darajada nafaqat fanat, balki yaqin do'st sifatida ko'rinadi. Shunaqa. Va bunaqa konsertlarda bu narsani sezganingizdan keyin tushunasiz. Bu oddiy fanatizm emas, balkim odamlar shu narsa bilan yashaydi. Ertalab turdi, ishxonaga ketyapti, musiqani yettilar tam ketyaptilar, motivatsiya boshqacha, ichida o'sha qanaqadir tuyg'ular va bizga berayotgan urg'u ham boshqacharoq qolgan musiqaga qaraganda. Merch olinglar. Merch. Vashshe seriozniy narsa ekan. Hozir sotib oldim. Behazil, hozir sotib oldim. Ha, mana chek. Necha pulga? Men akamlar bilan sporlashdik. Sen buni narxini 4 tasini to'lashing kerak deyaptilar. Chunki yaqin podдержка qilish kerak-ku. O'zi 300 ming, 1 million 200 tashab qo'ydim mana. Mana, hop paymentni chekini ham ko'rsataman. Yaqinlar bir-birini podдержка qilib turish kerak. O'zi oyligim, boshqa yo'q. Tashab qilmasini. O'zlari ham biladilar, balodek tilaklarim. Rostini aytsam, faqat olg'a to'xtash yo'q, umuman 3 yil oldin menga aytganlar. Bo'ldi, 1-2 yilda o'sha to'xtaydi, tugaydi degandilar. Koreyaga ketaman degandilar o'zlaricha. Shunaqa gap bo'lgan. Endi bilmayman, temperaturalari oshib qoldimi, nima bo'ldi, shunaqa dedilar. Mana 3 yildan beri to'xtamasdan gazini bosib, konsertlarni bosyaptilar. Omad ularga tilab qolaman. Sho'kir! Assalomu alaykum, Ertasi yo'q yo'llar, ertasi yo'q mahalla. Vaqt ishlab meni kallar. Ertasi yo'q bolalar. Ertasi yo'q mahalla. Vaqt ishlab meni kallar.
Mikrofonsiz bilanmi yoki kerak emas? Unda hamma kuylash kerak. Hamma bilamizmi tekstni? Qani birga. Qadar. Birgina. Apalosa. Menga ham. O'z yo'lida topolmasdan nechun. Men yo'limda topaman deb. Do'stlar. Qizlar jamoasi yangi qo'shiq bilan chiqishadi. Bu hali klipi ham olinmagan, qichmasi olinmagan, shu uchun bu premyera. Biz yangi zo'r qiyin xoreografiya qo'yganmiz. То что bu safar просто qo'shiq aytib chiqmaymiz. Bu safar zo'r xoreografiya shou bo'ladi. Mana yana bitta savol, konsi hammani ham shogirdlikka olmaydi. Xo'p, bu jarayon qanaqa bo'lgan? Xo'p, sizlarga qanchalik vaqt ajratadi konsda? Biz juda ham ko'p ishlaymiz guruh bilan. Masalan, tayyorgarlik joylarida ham yaxshi qatnashadilar. Qo'shiq yozish oldi ham biz bilan repetitsiya qiladilar. Qanaqa tonda eshitmoqchilar masalan bu qo'shiqni, lekin biz bilan ko'proq vositaga ishlaydilar. Labelga qanaqa kirganimizni so'ramoqchi bo'lsanglar, biz Godzillaga cover olganmiz. Instagramga joylaganmiz. U rekka chiqib ketgan va o'sha labeldagi prodyuserimiz Konsta vositaga ko'rib, o'sha bizani chaqirganlar, biz bilan birga ishlaylar deb. Xo'jaying bo'ladi ostanamizga, aytishadi yo'q bozmani sizga, yozga bu musiqa, mosmi bu qizga, yangilik olib keldik bu san'atga, yaxshi deb yoqmaydi rostdan sizga, yaxshi bit, yaxshi chitga, yaxshi bitga yoz kitga, bashi deb sotilmaydi bu tikda, yedimi kitka, kitka, taza qilmaydi bitga, qari chap qari onga, darajam mani songa moda, qari chap qari onga, ular bariga kongan toda, qari chap qari onga, harakat manda gapda ko'p, chempion hamda master sport, maslahat kerak master sport, let's go. Qanchalik og'ir yo'lib tashash yozilma qo'limda o'sgan bugun. Qanchalik og'ir kullab yashash sevimli insonda og'ritibdi. Qanchalik og'ir ko'zingga qarash, shuncha ham og'ir bo'larmikan ish. Milliard odamlar ichida seni atirlaring bunchalik menga qanday. Bunchalar oq ko'ngling buncha toza, ta'riflashga seni yetmaydi yer. Qancha kerak bo'lsa shuncha yozsang, oppoq ko'ylagingdan ketmaydi kel. Qo'lim tegsa, oldinga bormayman yo'lim bo'lsa ham, hayotimda katta roling bo'lsa ham, sensiz yashash menga o'lim bo'lsa ham. Chaqirma iltimos, kishilarni uzaman, qaytaman. Raqsga tushib ber men uchun, sen uchun qo'shig'im aytaman. Faqat chaqirma har qanday to'siqdan noshaman, qaytaman. Asragan meni, asra dunyo yomonda, bo'l yonimda sevgilim, ko'zim ochsam Duet haqida. Siz hamma bilan duet aytmaysiz, lekin nima uchun konstant tanladingiz? Chunki Sharifjonni hurmat qilaman. Chunki oddiy bir gulistonli bola. O'shanga menga oddiy odamlar juda ham yoqadi. Oddiy bo'lmagan taqdirda ham endi bilasizmi, oddiy bo'lishiga
ichki dunyosi juda ham bir chuqur. O'shanga menga bu narsa har doim qiziqarli. Вот, duet ham menimcha zo'r bo'ldi. Konsani muxlislari bu siz uchun yangi auditoriya. Ular yoqdimi sizga? Yangi emas, men ularni taniyman, men ularni sezaman. Bizda o'zi auditoriya bir xil, menimcha. O'shanga ko'p savollar berilmaydi. Auditoriyaga masalan. Ular hammasi yurak-ku. Так что hammasi o'shani. Darddan chiqsa, menimcha kommunikatsiya juda ham tez bo'ladi. Yana yangi duet taklif qilsalar rozi bo'lasizmi? Ularmi? Bizda syurprizlar bor. Da, prям kutinglar. A? Bo'lishi mumkin emas, biz bir narsani proyekt qilyapmiz, o'shanga birgalikda ishlaymiz yana. Tushunmaganlar ko'p temani, men ham bir oddiy odam, sodda tushunmayman sistemani. Buni birga lekin show biznes boshlarni xumoda aytyapmiz. Toshda indamay gapirma, ursa eksa o'tib ketadi. Hali sevadi, vaqt o'tadi. Farzand bo'lgandan keyin o'zgaradi. Qaytib kelma qizim, gap so'zga kerak emas. Nima deysan endi? Hayot shundaydi. Joniga xas. Nima qilganing bu? Odamlar nima deydi? Qani birga konsertga tashrif buyurishimizdan asosiy mantiq va maqsad odamlar nima deydi taronasini kuylash. Shunaqa. Umuman mana konsi boshqacha yo'nalishda noodatiy tarzda kirib keldi. Garchi rep an'anaviy bo'lsa-da. Xo'p, mana shu jarayonda siz ham u bilan deyarli birgasiz. Xo'p, qaysi tomonlari bugun aynan muxlislarni o'ziga tortyapti konsdan? Chunki reperlar ko'p. Endi Konsta bu fenomenal ijodkor. O'zbekistonda Konsta kabi performans yaratib bera oladigan, qalbga kira oladigan, og'riqni 4 tadan oddiy so'z bilan ochib beradigan so'z ustalari juda kam. Va Konsta noyob insonlarning ichida men tanigan eng yorqinlaridan bittasi. Shuning uchun mana shu narsani ayta olaman Konsta haqida. Endi albatta Konsta ijodiy faoliyatini yanada yorqinroq qilish uchun, yangi qirralarni kashf qilish uchun, tabiiy holat yangi auditoriyani jalb qilish uchun u turli xil eksperimentlar va yangi umuman uni auditoriyasiga begona bo'lgan shaxslar bilan duet qiladi. Chunki bu PR strukturasi tomonlama, shaxsiy brend strukturasi tomonlama ham bu kerak. Va siz qanchalik turli tuman auditoriyani kashf qila olsangiz, o'zingiz uchun bu ijodingiz mahsuli shu darajada ko'proq odamlarga yetib borish imkonini yaratadi. Sevara Nazarxon, Lola, Munisa Rizayeva bular alohida dunyo, bular alohida diapazondagi ijodkorlar. Shuning uchun ularning auditoriyasi ham albatta Konsta bilan birgalikda yangi o'zgarish, yangi oqim, yangi avlod va yangi musiqa yo'nalishiga hattoki asos solishda yordam berishi mumkin. Tayyorgarlik jarayonlarida bormisiz? Konsta tayyorgarlik jarayonlari? Kecha faqat sound checkga biz taklif qilindik. Endi mehmon san'atkorlarga juda katta tayyorgarlik talab etilmaydi. Bizni bor yo'g'i bir dona taronamiz bor. Shuning uchun kecha albatta keldik, ko'rdik, nima va hokazo. O'ylaymanki, bugun hammasini ichimizdagi bor energiyani sahnaga tashlab chiqishga harakat qilamiz. Konstaga qanaqa idea bergansiz? Mana shu
konsert paytida bunaqa qilsangiz zo'r bo'ladi degan gap bo'lganmi? Endi albatta maslahat juda ko'p bo'ladi, lekin maslahat o'laroq baribirga ham reja bo'yicha ish qilinish yaxshiroq va aminmanki O'zbekistonda konsert sohasida mendan yaxshiroq va mendan ancha bilimliroq insonlar bor va bugun ular shu konsertda ishlashyapti va o'ylaymanki xudo xolisa sizlar ham bugun xudo xolisa baho berasizlar performansga. Ko'zim oldidan o'tdimay, ko'zim oldidan o'tdi yoz. Harakat qildim tinmay, lekin erishganim emas. 7 kunim birday afsus, hayotim oddiy odamday. Nima yo'qotsam ham yo'qotmadim irodam. Ko'zim oldidan o'tdimay, ko'zim oldidan o'tdi yoz. Harakat qildim tinmay, lekin erishganim emas. 7 kunim birday afsus, hayotim oddiy odamday. Nima yo'qotsam ham yo'qotmadim irodam. Ko'zim oldidan o'tdimay, ko'zim oldidan o'tdi yoz. Harakat qildim tinmay, lekin erishganim emas. 7 kunim birday afsus, hayotim oddiy odamday. Nima yo'qotsam ham yo'qotmadim irodamni. Xursandchilik tashvishda yozda ishda hozirmi yoki 60da kelajakda xo'jmashda qarayman bo'sh kunlar yotmashdan sen bilan sohillarga qochib ketsam telefonlar o'chib ketsin qanchalar hammasidan kechib keladi yo'lekim bu hammasi sen uchun hozir yotganidan keladi yo'lekim birga eplashimiz mumkin bir kuni keladi deyman kelajakimizni quraman to'qim u meni beradi deyman ham o'zim ishonib yuraman shuning uchun birga har doim ham kuylanmagan, 2 marta kuylangan. Albatta. Xo'p, bugun qanaqa auditoriya qabul qiladi deb o'ylaysiz buni? Nimalar kutyapsiz? Albatta zo'r qabul qilishadi, chunki bu ashula juda ham mashhur bo'lib ketgan. Umuman mana Konstani ijodi haqida bu umuman yangicha va insoniy kuyliklar. Bunga qanaqa baho berasiz? Спасибо большое. Я ваша фанатка. Я за вами слежу. Konsta haqida, albatta Konstaga o'zi aslida bu ashulamni yaratganimda bu meni ashulam. 10 yil oldin yozilgan ashula va shu 10 yildan keyin o'sha vaqti kelibdi, reper topishim kerak edi. Kim albatta Konstani topib, Konstaga taklif qilganman. Umuman afsuslanmayman chunki zo'r bo'lgan. Rahmat katta. Sog' Da, bo'ling. спасибо. Bilmayman xayolingda nimalar Men senga xatlar yozdim necha bor Sog'inchim o'zini takrorlar Lekin bir bor qilmadi parvo Har onlarda birni ko'radi Bilmayman xayolingda nimalar O'tkinchi qo'ya havas yo'qlar Kutim balki o'zgarasanday Xatolaring tan olasanday Kulgan hayotimda Kinolardek sevgi yo'q Tashvishlarim bo'lib Bo'shalar chiroyli ko'rsmaydi Sen To'g'irmasman loyiq bo'lish uchun bu zuhroga Men seni ko'rganman Men seni ko'rganman To'xtim o'zimni birlasin Har bir soniyamni sen bilan Birga keldi tasir Bu haqida mendan so'rasalar Agar ko'zlarimda ko'rmasalar Sevgini uchratish qiyin Bo'ladi har xil zo'r narsalar O'zinggacha aytib bormasalar Kechirib uni tagdormasalar To'xtatmoningda hech ishga ko'milgan bitnola Eslatmoningda hech birga ko'rilgan kitnola Tuyg'ular, sog'inchlarda qayta yangi bo'la Bu dunyo chinakam sevgi bilan
holatlarda bo'ldi ko'p xatolar. Yo'lda ko'p adolatsizlar to'ldi ko'p qatorlar. Noldan topdi porlar yulduzlardan ham o'tib ketguncha nechta bo'ldi qorlar u yozlar. Shu kunlarga yetguncha ko'p odamlarni ko'rdim yuzidan qor. Ular ko'rsatadi tanasini ruhini emas. Ko'p narsalarni yo'qotdim seni topdim sengacha yo'qotganlari menga muhim emas. Birga sengacha yo'llarim sengacha qo'llarim yegona dillar sengacha yo'llarim bu seni kamli yillar seni izlab barchasi seni izlab sengacha yo'llarim bo'ldi bu yovuz dillar ko'ra olmasdan baxtingga tajovuz qillar sengacha yo'llarim bu seni kamli yillar seni izlab barchasi seni izlab Dada keladi xos, dada ishda charchasam hammasiga rost Dada sog'ingan ovozing, qovoq osilsam oldingda bo'ladi noz Dada keladi hozir, bulutlar qoplagan osmoni bo'ladi toza Seni ko'targanidan keyin bariga bos Dada keladi hozir, kelding hayotimni ikkiga bo'lib Sengacha o'zi bo'lganmi to'lib Uydan chiqishim bilan oqsaydi sog'inam Juda qisqa baxtishda o'rganib olib Ishda yurib eslab kulishingga sabab Gaplariga qo'shilaman tushunmasaman Sen sababli kechalar uxlamasaman Uyqusira baxtli yurishingga sababsan Qalbimni bo'lagi sen bilan donsan sari Menga o'xshab borayapsan kun o'tgan sari Muhimmas edi ko'rganim o'pirganlar Sengacha ko'rgan baxtim bo'lgan yarim Kichkina qo'llaring besona qaylagan hech kim quchoqlay olmas unaqa Sengacha ham yashab yurgan edim Muhosa sensiz hayotni mazmuni qani Sen aytasan, men aytaman jonim Yumshoqroq qilding dunyoni Sen yana kichkina xon Baxtga bo'ladi bu xona Sen aytasan, men aytaman jonim Yumshoqroq qilding dunyoni Sen yana kichkina xon Sen juda oson Yo'q, ash charchaganim yo'q. Nima sizga energiya kuch berdi? Bu poddershka ko'ryapsiz-ku. Insonlar poddershkasi kuch beradi. Mana boya konsert oldi 500 ta bilet qolib ketdingiz, lekin o'rnini bosib ketdi emotsiyalar menimcha. Ha, yo'q, o'zi bilet qolib ketishi bu qayg'uli narsa emas. Xudoga shukr, shuncha odam keldi qo'llab-quvvatlab, 500 ta qolib ketdi lekin. Ha, yo'q, poddershka zo'r, vahima bo'ldi. Men o'zi bunchalik bilasizmi, boshlaganda biz o'ylamaymiz, shu hammasini sotib olamiz deb. Va 500 ta zo'r. Ajoyib, 6000-7000 ta odam bo'ldi-da. Ajoyib. O'zingiz bu konsertni qanday baholaysiz? Erishilgan maqsadga? Yo, zo'r, xudoga shukr. Beringlar shu qizni menga. Voy ana, kadrda Joningga tegdimi, qarashni bilmaydigan, qolmaydigan odamlar ke. Intervyu beramiz. Nima degan bo'lardim? Ha. Juda ham o'xshaydi sizga. Ha. Xo'p, yaxshi, xudoga shukr, yaxshi bo'ldi. Kamchiliksiz, xatosiz bo'lmaydi, ustida ishlaymiz. Ha. Bo'lmayapti. Ha, ayasiga beringlar, men ayasi. Konsta bugungi mana shu sahnaga, Humo Arenaga yetib kelgunicha kim uni eng ko'p qo'llab-quvvatlagan va bugun kimlarga rahmat aytgan bo'lasiz? Avvalambor, endi bu juda qiyin savol. Juda ko'p odamlar yordam bergan. Avvalambor ayamga rahmat deyman. Chunki hech kim eshitmagan paytda ham ayam qo'llab-quvvatlaganlar. Hech kim bu narsani normalni hisoblamagan paytlarda ham onam ayam qo'llab-quvvatlaganlar. Undan keyin albatta ko'chada, hayotda yo'l-yo'lakka birga kelgan odamlarimiz, bu Farruh akam, bu Vosit, Morf. Undan tashqari juda ham ko'p odamlar bor. Juda ham ko'p. Hayot yaxshi insonlarga, maqsadiga intilayotgan, yaxshilikka harakat qilayotgan odamlarga yordam beradigan odamlarga boy. Shunday ekan, Xudoga shukr, bugun shu yerda turganimizdan juda ham mamnunman. Va yana Konsta ijtimoiy tarmoqlar orqali farzandini va turmush o'rtog'ingizni ko'rsatgansiz, lekin hech ko'rmaganman ota-onangiz haqida ochiqlaganingizni haqida. Endi bu ayam klipda ham chiqqanlar, Mening Gulistonim klipida ham chiqqanlar. Bu narsa qandaydir taqiqlash yo boshqa emas, kimga qulay bo'lsa, hayotimiz davom etaveradi. Bir xil kameralar yoqib turaveradi va kimga qulay bo'lsa tushadi. Kimga noqulay bo'lsa tushmaydi, shunday. Masalan, hozir ham qandaydir atayin kameraga olishmas maqsad. Yig'isini eshityapmanmi, davay ber deyman. Eplolmayapti shekilli deyman, olaman misol uchun. Ayasini ko'rsam, ayasiga beraman. Oddiy. To есть kameraning oldiga atayin emas, hayotimiz shu yerda o'taveradi. Hozir ayasga yalam konsert. Ha. Enam qani meni? Muslima enam qani? Ha? Sekin tushyaptilar.